Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, ustozlar. Bugun biz sizlar bilan materialning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentini aniqlash bo'yicha laboratoriya qurilmasining ishlash ketma-ketligi, tuzilishi, tartibi haqida o'rganamiz. Ushbu laboratoriya qurilmasi elektr ta'minotiga ulanganligi, elektr ta'minoti bilan bog'liqlik holatda ish jarayonini o'rganishimiz bo'lganligi uchun ustozlarimiz laboratoriya qurilmasida laboratoriya ishini o'tkazishdan oldin har bir talabaga hayot faoliyati xavfsizlik bo'yicha biz keltirilgan elektron darsligimizda matn qismidagi hayot faoliyati xavfsizligi bo'yicha instruktajni tushuntirib berishlari zarurat bo'ladi. Qurilmamiz asosiy quyidagi qismlardan tashkil topgan. Issiqlik o'tkazuvchanlikni aniqlash uchun moslama, ushbu issiqlik o'tkazuvchanlikni aniqlashda haroratlar farqini doimiy nazorat qilib boruvchi sensorlar, datchik, isitish uchun kerak bo'ladigan issiqlik quvvatini yoki kerak bo'ladigan quvvatni beruvchi moslama, rostlovchi moslama, qurilmani elektr ta'minot tizimiga ulash uchun tugmalardan iborat bo'ladi. Demak, qurilmamizni biz ishga tushirishdan vaqtimizda 220 voltga ulaymiz. Ushbu 220 voltga qurilmamiz tok tizimiga ulangandan keyin qurilmani o'ziga to'liq shu qurilmamizni o'zidagi elektr tizimiga 220 voltni ushbu tugma orqali amalga oshiramiz. Bu qurilmamizni ishlash jarayonida bajarish ketma-ketligi hisoblanadi va uzaspo tizimiga qurilmamizni ulaymiz. Demak, biz qurilmamizni hozir to'liq ish holatiga olib keldik. Aziz hurmatli talabalar, qurilmamizdagi asosiy issiqlik almashtirgich elementi u qanday qismlardan iborat bo'ladi? Demak, buni tushuntirish uchun tayanchga qotirilgan ochamiz. Demak, issiqlik almashtirgich moslamamizdagi asosiy qismlari yuqori qismida pastki qismidan keladigan issiqlikni so'rib olish uchun sovutgich, pastki demak materialimiz o'sha issiqlik oqimi o'tib haroratlar farqini pastki yuqori qismidan aniqlagan holatda materialning issiqlik o'tkazuvchanligini aniqlaymiz. Demak, yuqori qismidagi T3 harorat bu o'sha pokagimizda yuqori qismidagi haroratni belgilanadi. T2 harorat, demak, bizdagi o'sha qurilmamizdagi pastki qismidagi pokagida pastki qismidagi harorat belgilanadi. T3 harorat, demak, pastki isitgichimizdagi harorat belgilanadi. Tayyorlangan materialimizni joylashtiramiz. Joylashtirilgan ustki qismiga sovutgichni joylashtiramiz. Sovutuvchi pastdagi issiqlik oqimini so'rib olish uchun. Demak, bizda o'sha issiqlik almashtirgich qurilmamizni mana yig'dik. Endi qurilmani qanday o'zi ishlash ketma-ketligi amalga oshiriladi. Demak, 220 voltga ulaymiz. Ulaganimizdan so'ng qurilmamizni o'zida o'rnatilgan tugma orqali 220 voltga tizimni uladik. Demak, butun ushbu qurilmamizdagi elektr ta'minotiga ulandi. Ulangandan so'ng uzaspo tizimiga ulaymiz. Qurilmani elektron tizimga. Qurilmani elektron tizimimizga ulaganimizdan keyin kompyuterimizga programmaga joylashtiramiz. Demak, biz kompyuterimizga joylashtirib programmani ochdik. Mana qarshimizda turgan qurilmamizni, qarshimizdagi qurilmamizni
sxemasi keltirilgan. Pastdagi 1-chi, 2-chi, 3-chi haroratlar. Bu haroratlar ushbu sensor datchigida ham bizga ko'rinib turibdi. 1, 2, 3. Quvvat esa quvvat rostlagich orqali amalga oshiramiz. Rostlagich orqali amalga oshirishda birinchi tugmani bosamiz. Bu yerda ventilyatsiya tizimini ishga tushiramizda, rostlagichga demak biz ulaganimizda 20 yoki 30 volt beramiz va start komandasini bosamiz. Start komandasini bosganimizda sensor datchigimizda demak belgilangan kuchlanish berildi va shu kuchlanish asosida qurilmamiz ishga tushdi. Endi start komandasini beramiz. Start komandasi bilan isitgichda isitilayotgan harorat birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtagacha bo'lgan harorat T2 ni o'lchaydigan bo'lsa, 3-nuqtamiz o'sha pokagimizning yuqori qismidagi haroratni sensorda nazorat qilib boriladi. Har 10-15 daqiqada qurilmamizdagi belgilangan grafik yoki jadval asosida olingan materiallarni to'liq nusxasini olib, Telegram kanalimizga, guruhimizdagi Telegram kanalimizga jo'natamiz. Demak, Telegram kanalimizga jo'natganimizdan so'ng shularning natijasi asosida materialning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentini hisoblab toshpesh imkoniyatiga ega bo'lamiz. Agarda yana quvvatni oshirishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, demak 40 ga keltiramiz. 40 ga. Yana oshirish kerak, 50 gacha oshirishimiz mumkin quvvatni. Va shu jarayonlarda biz isitgichimizdagi issiqlik oqimining qo'yilgan pokagimizdan o'tayotgan vaqtdagi issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentini hisoblab topishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir narsani shu yerda ta'kidlab o'tmoqchimanki, agarda haroratimiz isitgichimizda 70 gradusga borganda qurilmada avtomatik o'chadi va 65 gradusga borganda yana issiqlik oqimi pokakka qarab harakatga keladi va issiqlik oqimini biza hisoblash natijalarini olishimiz mumkin bo'ladi. Agarda bizni laboratoriya sharoitida bajarishimizda biron bir nosozliklar hosil bo'ladigan bo'lsa, ushbu tugma orqali biz tarmoqdan qurilmani uzishimiz mumkin bo'ladi. Laboratoriya jarayonida hisoblash kitob ishlari amalga oshirib bo'lingandan so'ng olingan natijalarimizni olib bo'lganimizdan keyin ketma-ketlikda amalga oshiramiz. Demak, isitgichda va ventilyatsiya tizimini o'chiramiz. 220 tarmoqdan o'chiramiz va uzaspodan o'chirib qurilmani to'liq elektr ta'minot tizimidan o'chiramiz. Hurmatli talabalar, ustozlar, bizning oldimizga qo'yilgan asosiy maqsadimiz laboratoriya ishida materiallarning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentini aniqlash jarayonini amalga hisoblash. Olingan laboratoriya natijalariga ko'ra hisoblash natijalari amalga oshiriladi. Hurmatli ustozlar, talabalar, agarda ushbu laboratoriya ishini bajarish vaqtida sizga biror bir tushunmaydigan savollar bo'lsa, yo qurilma bo'yicha yoki bajarish ketma-ketligi bo'yicha tushunmagan savollaringiz bo'lsa, menda keltirilgan telefonimga yoki bo'lmasa elektron pochtamga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bunga javob berib boraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.